birinchi stupenka nima uchun bunaqa ko'p baland qo'yiladi? Biz zinapayamiz ana 3 kunda apalkasini betonini qo'yganmiz. Zinapayamiz ana oysmo avvalgi ko'rinishda qilingan. Zinapayamiz ana kengligi 1.20 bo'lgan, balandligi esa 15 sm. Ko'p xonadonlarda uy egalari 17-18 ham bo'laveradi deydi. Sizlar bu xatoni qilmasligini so'rab qolamiz. Albatta maksimum 15, 15,5, 15, 16 gacha. Undan u yog'iga keyin qiynalasizlar. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar. Alhamdulillah Allohning izni bilan zinapayamiz ana apalkasini o'zi yechilish jarayonidamiz. Hozir apalkasini yechamiz. Yarmini yechamiz stoykasini. Shu yerdan stoyka tiklaymiz. Quruq stoykani o'zini tiklaymiz. Apalkasini yana yarmini yechamiz, stoyka tiklab qo'yib, shunday qilib yechib boramiz. Ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha zinapayoni 1.20 dan kattaroq, 1.20 qilinavergan ma'qul bo'ladi. Sababi ertaga perilla bo'lganda ham 1.10 sm joy qoladi. Poyamizni qisqacha video obzor qilib, razmerlarni tushuntirishga harakat qilamiz. Joyimizni общий balandligi 3.15 sm, 20 bitta pog'onamizga tushgan. Zinapayamizni balandligi 15 sm bo'lgan. Zinapayamizni oldi qismi, orqa qismi, oyoq qismlarini hozir inshaalloh bir chekkadan razmerlarimizni tushuntirib o'tamiz. Birinchi stupenka nima uchun bunaqa ko'p baland qo'yiladi? Buning sababi albatta to'pli pol. Alhamdulillah. Istashga haqqini olib, расчет qilib qo'yiladi. Shuni hisobi uchun birinchi stupenka baland qo'yiladi. Shunda nimaga bunaqa 22, 23, 24 qo'yiladi deyilgan sababga 8, 7 ko'p joylarda istashga qo'yiladi. 6 sm hamga deta qo'yiladi. Shuni hisobini olganda istashgani qo'yilganda zinapayamiz avtomatik o'zi hammasini razmeri bir xilda chiqadi 15 sm dan, ya'ni 15 sm dan bo'lib chiqib boradi. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Ko'rishingiz mumkin zinapayamiz yollari shu yerlari avvalni bo'lib chiqib borgan. Oyoq qo'yadiganimiz o'rtasi esa ko'rishingiz mumkin. Orqasida ham ikkita qo'l, oldida ham ikkita qo'lga joy qolgan. Zinapayamiz keng tushgan. Bu tomonimiz oldi dumaloq shaklda shestogranniy gayka bo'lib chiqqanligini hisobiga, ya'ni oysimon ko'rinishida chiqqanligini hisobiga zinapayamizni ham tepa tomondan ko'ringanda oysimon qilib olganmiz. Qiltqashlarimiz sizlarga mazur kelayotgan bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagisi inshaalloh hozir boshlashga harakat jarayonidamiz. Narsalarimizni tayyor qilib oldik. Hozir razmer olib chiqarib bo'lib bu yerdan xuddi shunaqa bo'lib tepaga chiqadi, ikkinchi etajga chiqqanda esa shu yerda kattagina oysimon monetning plashatkasi bo'ladi tepada, mana shu joyda. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda derzani hisobini olingan shu yerdan bo'ladi. Shunaqasiga chiqib keladi. Shuning uchun mana bu portchi derzalar ham har xil qo'yilgan. Shu to'ba derzani o'rtasida anaqa bo'lib turmasligini uchun g'ishda shunaqa hisob-kitob qilib chiqib ketilgan. Zinapayonani bizaga qildiringlar deb tavsiya bermaymiz. Juda zinapayoni ustalari juda ko'p, mohir ustalar juda ko'p. Faqat ustalarga qildirishini tavsiya beramiz. Sababi ustalar o'zi biladi, razmerda adashmaydi, boshqada adashmaydi. To'g'ri, misol uchun bunaqa joylarda o'zimiz beton tushib ko'yi bo'lib qolishi mumkin. Buni hech qanaqa strashniy yoki qo'rqinchli joyi ham yo'q. Chunki bu obshivkaning orqasida qoladi, sement bilan ko'p joyda zamaska qilib qo'yiladi. Bitta biza emas, hamma qilgan bizada ham bor. Juda ko'p joylarda misol uchun betonimizning orasi tushmay ko'yi bo'lib qoladi o'zimiz. Shunda sement bilan zamaska qilib qo'yiladi. Buni hech qanaqa ziyon boshqa joyda yo'q. Lekin sami glavniy bu yerda anaqa qilinadigan razmeri
razmeri bir xilda chiqsa bo'ldi. Ertaga obshivkachi ham, boshqasi ham qiynalmaydi, bir xilda chiqib ketaveradi. 15 degandan keyin obshivkachi ham o'sha 15 ga standartga bir xilda tanlasa, misol uchun qaysidir 14.9, 14.8 bo'lib qoladi. O'shani hisobida hammasi bir xilda 15 ga chiqib ketaveradi. Bittasi 18, bittasi 20, bittasi 15 bo'lib qolsa, unda to'g'ri kelmaydi. Obshivkachi ham qiynaladi, keyin o'zingizga ham qiyin bo'ladi. Tushdi, chiqdiga qiynalasizlar. Standart bo'yicha shu iloji boricha maksimum 15 sm qilishinglarni tavsiya beraman zinapoyani. Undan oshiq esa oshiq bo'ladi albatta. Endi hamma ham o'zini joyiga qarab turib siz zinapoyani sig'dirishga harakat qiladi. Iloji boricha 15 sm ga sig'dirishga harakat qilaveringlar. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Videomiz like qilsa, like bosib qo'ysa degan umiddamiz.